Siz bilarmidingiz, har yili tanamizda kollagen ishlab chiqarilishi 1,5% ga kamayadi. Natijada ajinlar, soch to'kilishi va bo'g'imlarda og'riqlar boshlanadi. Hamma kollagen bir xil deb o'ylasangiz, adashasiz. Oddiy kollagen tanada qiyin so'riladi. Irsak kollageni esa gidrolizlangan peptid shaklida. U hujayraga to'g'ridan-to'g'ri yetib boradi. C vitaminisiz kollagen bu behuda xarajat. Irsak kollageni tarkibida esa u allaqachon bor. Demak, sizga qo'shimcha dori ichishga to'g'ri kelmaydi. Va eng muhimi, bu 100% tabiiy va halol sertifikatiga ega. Irsak kollagen tip 2, tabletka shaklidagi kollagen. Bu eng ko'p sotiladigan va klassik hisoblangan turi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi tipli kollagen C vitamini bilan kun shaklida. Tez natija ko'rishni xohlovchilar va bo'g'imlarida qattiq og'riq bor insonlar uchun tavsiya etiladi.